Juda ham quruq yuzlar bu storiesni oxirigacha ko'ringlar, chunki bu sizlarga juda ham kerakli stories. Da, kстати, pardamni gapirganlarga, meni bo'yim yetmaydi, homilador holatimda tepalikka chiqish niyatim ham yo'q. O'shaning uchun xo'jayin kelishlarini kutmoqman, o'z vagamizgacha ertalab. Xullas, nima dedim? Quruq yuzli uchun aksessuarga, hamma narsasiga men 5+ qo'yaman. Menda maskalardan tortib hamma namonatirgan kremlargacha bor. Bu o'sha mashhur rezultat 100% bor. Faqat buni originalini olinglar. Buni originalini olmasanglar bir tiyinlik foydasi yo'q. Narxi 100 mingdan sal balandroq buni. O'nqir-cho'nqirlar, yuzdagi dog'lar, g'uriydan qolgan dog'larni chotki yo'qotib, yuzdagi darajali qizarishlarni oqartirib beradi. Bunga 5+. Toneri, umumiy yuzimni tozalab chiqqandan keyin tonerni har doim sevib qolaman. Xo'sh makiyajdan oldin bo'lsin, xo'sh makiyajdan keyin yuganimdan keyin bo'lsin, farqi yo'q. Tonerni sevib qolaman. Rosa ham zo'r bu. Namlantiradigan kremi, bu ham haqiqatan yaxshi, lekin bunchalik emas. Baribir men chestno o'zim bera olmasam, buni takoy kombinirованный yuzda sursa yaxshi ekan, lekin konkretno quruq yuz